Sizlar bilan Sadiq TV kanalidan Sodirjon sizlarga Imzo kompaniyasi sifatli ish deraza romlari haqida ma'lumot berishda davom etamiz. Bu galgi ma'lumotimiz showroomda. Bizga kuzatishda davom etaylik. Yosh chiqib, bahor kelishiga ozgina qoldi. Biz showroomdan ma'lumot qilamiz. Bu ma'lumotni oldin qilganmiz shu showroomdan, lekin u videoga ancha bo'lganligi uchun u rekdan tushib ketib qolgan. Yana boshdan video qilib sizlarga yangi ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Xo'p, Imzo kompaniyasi videoni yangi ko'radiganlar Imzo kompaniyasi mahsulotlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Imzo kompaniyasida ikki xil ma'lumot bo'ladi. Birinchisi plastik, ikkinchisi alyumin seriya. Plastik va alyumin seriya qanday ustunli tomonlar bor, shularni ko'rib chiqamiz. Hamda sizlar uylaringizga qo'yadigan mahsulotlarni video orqali tanlab, telefon raqam qo'yib qo'yamiz. Bog'lansanglar chiroyli qilib beramiz. Xo'p, ma'lumot berishni boshlayman. Imzo kompaniyasidagi ma'lumotlarda aytib o'tib ketgandek, plastik seriya bo'lsa, plastik seriyaning boshlanishi 6000 quvatrodan boshlanadi. 6000 quvatro bu ko'rishingiz mumkin. Profilimiz juda ham chiroyli, 6 sm bo'ladi. Kamera hisobida 4 kamerali bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 1, 2, 3, 4 ta kamera. 4 ta kamera stenasi 2 bo'ladi. Shuning uchun bu ekonom seriya deyiladi. Ya'niki arzonroq, Imzodagi eng arzoni shu 6000 quvatro chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, 4 kameraning orasidagi kameralar ham yaxshi, issiq sovuqlik uchun chidamlik. Buni qayerga foydalansa bo'ladi? Quyosh tushmaydigan joyga 6000 quvatroni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Buni ko'pchilikka puli qiziq. 1 metr kvadrat bugungi kunda $100 atrofida boshlanib, 110-120. Ochilish, yopilishi ko'paygani sari qimmatlab ketadi. Buni stenalari 2 bo'lganligi uchun narxi nisbatan arzonroq. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bunda oyna, bunda faqat bir kamerali oyna bo'ladi, 2 qavat bo'ladi. Oynani bir kamera deganda mana shu bitta kamera hisoblanadi. Ko'pchilik bir kamera desa bir qavat oynani tushunadi. Yo'q, noto'g'ri. 2 kamerali profillarimiz bor. Mana bu yerda ma'lumot uchun mana 2ta kamerali ko'rishingiz mumkin. Quvattro desa faqat bir kameralik oyna bo'ladi, 2 qavat bo'ladi oyna. Oynasi ikkitasi to'rtlik bo'ladi. Agar xohlasangiz tashqarisini 6 sm ichga to'rtlik qilsanglar ham bo'ladi. Ko'rib turgan profilimiz 4 xil rangi bor. Xo'p, 2 xil jigarrang va bitta mokri hamda mana bunaqa sheffielski yog'och rangini sal ochrog'i bor. Ko'rishingiz mumkin, buni issiq sovuqligi profilimizda hammasi normasi o'sha o'rtada turadi. Qolgan profillar yuqorilab ketaveradi. Buni arka fasonda ham qilsa bo'ladi va Imzo kompaniyasi ma'lumot, romlar uchun faqat plastik, eshik uchun plastik bo'lmaydi. Imzoda faqatgina plastik seriya romlar uchun ishlaydi. Alyumin seriya esa ham rom hamda eshik uchun. Keyingi ma'lumot berib o'tib ketaman. 6000 quvatro o'rtacha $100 atrofida hisob kitobini qiladigan bo'lsak, keyingisi 6000 trio. Endi ma'lumot nima uchun ikkitasi ham 6lik, lekin bittasi trio, bittasi quvattro. Quvattro degani o'sha 4 ta yumaloq, ya'ni 4likni bildiradi. Hali audio quvattro bilasizlar, 4 ta bilaman. Bu esa trio, ya'ni 3 talik. Bunda esa kamera 3 kamera. 1, 2, 3 ta. Stena esa 1, 2, kechirasizlar 2.8 bo'ladi, unda 2.4. Mana ko'rishimiz mumkin, ichidagi nimasi 1-2 bo'ladi temiri. Stena esa 2.8. Butun dunyo standarti bo'yicha plastik seriya mahsulotlarni devor qismi 2.8 bo'lishi kerak. Sababi tashqaridan tushadigan issiq sovuqlikda deformatsiya bermasligi uchun. Shuning uchun biz quvattrolarni quyosh tushmaydigan joylarga tavsiya qilamiz. Lekin quyosh tushadigan joylarda ham yaxshi ish beryapti. Agar ozgina puldan raysa qilmasin desanglar, trio qo'ysanglar bo'ladi. Trioni ko'rishimiz mumkin, 3 ta kamera, 1-2, 1 alyumin temir ishlaydi. Bunda ham 1 kamerali bo'ladi, 2 qavat oyna. Oynasini xohlagan oynaga qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, trio bilan quvattroni qayerdan farq qilish mumkin? Qanotni ochganimizda trioda rezina uchun maxsus joy bo'ladi, lekin hozir rezina добавочный qo'yilmayapti. O'zini ichki va tashqi rezinasi zatsepni yaxshi qisganligi uchun hozir foydalanishda yo'q. Buyurtma asosida qo'ydirsa bo'ladi, lekin stena kichkina bo'lganligi uchun deraza tepan ochilayotganda. Mexanizmlari quvattro bilan trioga bir xil tushaveradi. Bunga qanaqa mexanizmlar ketadi? Bunga Fornax Turkiyaniki ketadi. Mexanizm juda ham yaxshi. Hamda Winghaus bor, Polsha bilan Germaniyaniki. Hamda Roto kompaniyasi bor, Germaniyaning o'zi maxsus mexanizmlar. Hozir bu ko'rishingiz mumkin, bu Fornax qo'yilgan. Davano mexanizmlari ham bor. Xo'p, buni metr kvadrat uni o'rtacha $100 oladigan bo'lsak, bu $120-125 plus minus fason dizaynga qarab ketaveradi. Rangi dubmokko ko'rishingiz mumkin. Uy uchun juda ham zo'r yechim. Eni bo'yi keladigan bo'lsak, eni bo'yi o'rtacha 1.60 ga 1.70. Endi keyingi ma'lumotimizni hozir 7000 Engelbergdan berib o'tamiz. Engelbergimiz bu profillardan narxi hamda rangida farq qiladi. Nima uchun narxida va rangida deyapman? Chunki mana bu profillarimizda to'liq rangi bor xolos. Zolotoy dub, mana zolotoy dub bor, dub mokko bor, sheffielski bor va ko'rib turgan mokri bor. Ko'rdinglar. Endi bunda esa ranglar Imzoda o'sha sheffielski betonli dub degani bor, metbrash antraz bor. Ranglar juda ko'p. Endi buni ma'lumotini berib o'tib ketaman. Xo'p, bu $150-160 atrofida kvadrati chiqadi. Fason dizayni bilan endi narxlar o'zgarishi mumkin. 7000 Engelberg nechta kamera va nechili stena. Stenasi standart bo'yicha 2.8 bo'ladi. Ichida temiri 1.5, 1.2 bo'ladi. Armerini, ya'ni qovurg'ali bo'ladi. Temiri nima uchun temir qo'yiladi plastikka? Plastikda qayrilib deformatsiya bo'lmasligi uchun qo'yiladi. Uni majbur qo'yishga. Endi qaranglar.
Bunda hozir 5 ta kamera, unda 3 ta kamera, 5 kamera bo'lganligi, lekin bunda обязательно добавочный rezina bo'ladi. Добавочный rezina bo'lishligining sababi bunda joy qalin, shum izolyatsiya issiq sovuq uchun bu narsa kerak 100%. Mexanizm esa Roto Fornax mexanizm bir xil tushaveradi. Ochilish yopilishlari dvayno mexanizmi bor. Bu tomonda yonga ochilish bor, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. 150-160 dollar atrofida chiqaradi. Bunda rangini xohlagan tanlaysiz, kvadratda masalan narxida o'zgarmaydi. Mana ko'rish mumkin, rangda assortiment ko'p. Hozir eng ko'p ishlatadigan rangimiz mana betonli dub bor, keyin metrash antarazit bor. Mana u rangda ko'rishingiz mumkin mana. Bunda faqat 4 xil rangi bo'lsa, bunda esa ranglar juda ham ko'p. Nima uchun? Sababi Engelbergning o'zini maxsus nimasi bor, shartnomasi bor. Shu ko'proq qimmatroq nimalar ranglar bo'lardi. Shular bunga urib bir xil qilib qo'ygan summasini. Oldin misoldan dubmokka qilsangiz 3 million bo'lsa, Sheffieldskiy betonli qilsangiz 3,5 million atrofida. Hozir bir xil qilib qo'ygan, faqat mana profillar qo'ygan. Keyingi ma'lumotimiz premium klassda 8000 Engelberg. Kelinglar shuni ichki qovurg'a qismini bitta ko'rib olaylik. 8000 1 2 3 4 5 6 kamera. Oyna esa обязательно 2 kamerali 3 qavat bo'ladi. 2 kamera oyna bo'lishidan sabab bu yerda katta joy, lekin 2 qavatli oyna qilsa ham bo'ladi. Endi mijoz обязательно 8000 o'rnatgandan keyin iloji yo'q. 3 qavat bo'lsin, shu izolyatsiyaga yaxshi bo'lsin deydi. Odatda shu izolyatsiya shovqin joylar uchun qo'yiladi. Tashqi dizayni nihoyatda ajrab turadi. Ko'rishingiz mumkin, o'zini ichki qovurg'a qismi, temir detallarining qalinligi, og'irligi shuni hisobiga mahsulot ajrab turadi. Kvadrat metri buniki 170-180 dollar atrofida boshlanib, unga qarab ketaveradi. Dizayn fason, shotlanka, splashli fason, ochilishlar yonga. Bunisi ham, bunda ham добавочный bor. Ko'rishingiz mumkin mana. Добавочный yo'llarini, yopilishlari juda ham zo'r. Shu sohada 9 yildan beri faoliyat olib borganligim uchun har qanday savollarni kommentariyada yozinglar, 100% javob beraman. Hozir 4 xil profil haqida ma'lumot berdim. Plastik romlarda sizlarda savol qolmadi. Bo'lsa bemalol kommentariya beringlar. Keyingi ma'lumotimiz alyumin seriyalarda. Alyumin seriyalar qaysi profillarda, nechiliklarda bor? Alyumin seriya Turo 7 mana chempion bor. Bu sovuq seriya. Va ma'lumotda aytmabman, hammasi issiq seriya, bitta chempion sovuq seriya. Nimaga? Bu bir kamerali. Buni bitta kamerasi bor xolos, ichi pustoy bo'ladi. Yengil, ochilish yopilishlari yaxshi. Ruchka mexanizmdan termodan qo'ysa bo'ladi. Buni ham zo'r ochilib yopiladigan mexanizm qo'ysa bo'ladi, narxiga qo'shilib ketadi. Chempion 1 kvadrat metr hozirgi kunda adashmasam 170-165 dollar atrofida chiqib, arzon qimmatligi o'sha ochilish yopilishi bilan farq qiladi. Bunda mexanizmda mana termopetlar qo'yganmiz. O'zini petlasi kichkina, mana bunaqa kichkina petlar bo'ladi mana. Ko'rishingiz mumkin, kichkina mana. Bunga termopetlar qo'yilgan. Bu esa xona ichidan ko'rinishi, shtampiklar to'rtburchak. Oynasini dizayn fasonini o'zgartirsa bo'ladi. Splash oyna qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz gulli oyna qilsangiz bo'ladi. Ochilishi bu hozir tashqariga ochilish. Bu tashqaridan ko'rinishi mana ko'cha tomondan. Qalinlik ko'rasizmi ko'rinishini? Bemalol buni kirish eshigiga qo'ysa ham bo'ladi, podvalga qo'ysa ham bo'ladi. Joylari ko'p, lekin issiq, sovuqlik uchun обязательно termodan foydalanish kerak. Buni ma'lumot qisqacha, chunki men o'z profilim qisqa. Endi termolarning boshlanishi 57, 65, 78, 85 bor, 98 bor, 105 bor. 57 ni ma'lumotini beramiz. Termo 57. Hozir men aytadigan raqamlar, masalan, eshik deraza sohasida ma'lumot uncha bo'lmaganlar uchun nima u raqamlar desalar, mana 57 degani mahsulotning qalinligi 507 sm bo'ladi, mana qanot. Mana shu yerda, mana shu yergacha 507 bo'ladi. Shuni hisobi o'sha qisqartirilgan raqamlar bo'yicha bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Endi 3 kamerali profil, buni hamma alyuminlarni brutor bo'ladi. Devor qalinligi. Termo 65, termo 78 hammasida brutor bo'ladi. Orasida palamid bo'ladi. Nimaga bu termo? Bu termiz vazifasi. Qayerdan termo bo'lib qoldi bu? 100% bitta kichkina gap bilan aytaman. Profil alyumin seriya sovuq bo'ladi. Buni orasiga palamid qo'ygan. Mana ko'rishingiz mumkin. Ash palamid sovuq o'tkazmaydi. Bu izolyatsiya. Shuning uchun nomi termo. Bo'ldi. Kamera bunda bir kamera, 2 qavat oyna bo'ladi. 3 qavat oyna tushmaydi. 57 ni tayyor eshik holati. Hozir ko'zingizga bu qalin ko'rinishi mumkin, lekin ochganlarida 57 ingichka. Termo 65 ko'rganlar qalinligini bilishadi, lekin bu ingichkaroq bo'lganligi uchun ko'p ham ekonomiyroq bo'ladi. Ochilish yopilishlari zo'r. Mexanizmlar, Stupina kompaniyasining ruchkasi, mexanizmi, petlarimiz har xil bor. Italyanskiy 2SK bor, yana 3-4 xil petlar bor, lekin mana shu ishonchdan o'tgan, juda ham zo'r. 3 ta petlar qo'yilgan. Ochilish yopilishlari tashqariga buniki ham, ichkariga ochilsa ham bo'ladi. Oynalar splashli energiya tejovchi oyna bilan. Kvadrat metri 210-220 dollar atrofida chiqadi. Termo 57 ham bo'liminni yomon emas, issiq sovuq uchun yaxshi. Endi biz
80-99% foydalanadigan profillarimiz Termo 78 hamda Termo 65. Nimaga biz ko'p foydalanamiz? Chunki o'zi bozor o'rgandi mana shu profilga. Xo'p, qanot qalinligi 7.3 bo'ladi, buni kosasi 65 bo'ladi. Mana shu yerda mana shu yergacha mana 6.5 sm. Добавочный rezina, petlalar, profil o'zi ko'rinishi, ranglari, ochilish-yopilishlari. O'zi videoda ham sezgan bo'lsangiz, ochilish-yopilishi вообще zo'r. Shatlanka 2 xil bo'ladi. O'zining rangida 1 sm 8 mm. Buni to'liq nomi 1.8. U tomonda esa 0.8 zalatistik bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Zalatistik. Bu sizni o'zingiz tanlovingizga. Xohlang kelib, menga 1.8 qo'yib ber, yo bo'lmasam 0.8 qo'yib ber, yo bo'lmasam gulli oyna qilib ber. U siz qaysi bir yoqni siz qilib beramiz. Narxi. Buni narxi o'rtacha $250 atrofida boshlanib, ochilish-yopilishiga qarab qimmatlab ketaveradi. O'rtacha hozirgi kunda dollar hisobida aytadigan bo'lsam, $1100-1200 atrofida plus minus chiqadi Termo eshiklari. Videoda narxi qimmatni kommentariyada yozsanglar, ko'p bilaman, narxini aytsam qimmat yozsa, to'g'risi mahsulot alyuminiy jahon bozor narxi oshib ketdi va fevral oyidan narxlar ozgina ko'tarilib qoldi. Agar alyuminiy narxi tushsa, bizda ham tushadi. Lekin puliga arziydi. Hozir qurilish qiladiganlar biladi, arzon mahsulot, sifatli mahsulot topish qiyin. Arzon sifatli zo'rini topasiz, qimmat. Termo 65 ni bu hozir xona ichkarisiga ochilish, shuning uchun tashqarida mana ingichka bo'ladi. Tashqariga ochadigan bo'lsangiz, mana bunaqa qalin bo'ladi Termo 65 ham. Shunaqa qalin bo'ladi. Endi ko'pchilik oyoq kiyim xarid qiladi, tashqariga ochmaydi. Mana xona ichkarisiga ochilish. Nima uchun shu tomonda bitta savol bo'ladi. Petli ikkita qo'yganmiz baqa. Buning ichidan petlan kuchini ko'rsatish, mana shu yerda turganiga adashmasam bir 4 yil, 5 yil atrofida bo'lib qoldi. Mana shu ko'taryapti. Har kun mijozlar ochib yopadi, ko'taradi. Biz odatda 3 ta foydalanamiz. Bu yerda obrazli sifatida qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Endi premium class Termo 78. 708, qanoti esa почти 8 sm dan katta bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Stena ham вообще zo'r. Tashqi ko'rinishli, kosa qismida ham o'zi anaqa joyi bor. Burchakli joyi bor. Bunga 2 qavat oyna, xohlasanglar 3 qavat oyna ham tushadi. 65 ga xuddi shunaqa. Ochilishni bitta eshitdinglar mana. Volkswagen G60 da bo'ladi, xuddi shunaqa. Endi buni kvadrat metri $270 dan baland chiqadi. Buni katta anaqa kirish hollarga qo'ysa bo'ladi. Foydalanishga juda ham zo'r. Ochilish yopilishlari mana hozir bu xona ichkarisidan ko'rinishi. Bu tashqariga ochiladi, ko'ryapsizlar? Ideal holatda. Endi Termo 98 bor. Bundan eshik yasamaydi, bundan rom yasaydi. Eshik ham buyurtma qilsa bo'ladi, yangilik qilib chiqarish hozir rejalashtirilyapti. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Palamit ko'ryapsizmi? Profil o'zi bilan deng, qana kattaligini. Qanotlarni qarang. Kvadrat metri $300-320 dan baland chiqadi. Oyna 2 ta old, o'rta to'r. 2 kamerali oyna. Profili mana ochaman. Mana ko'ryapsizmi? Mana qo'lim bilan qancha qalin. Xo'p, buni katta kesimda ko'raman desak, mana bu yerda namunamiz bor. Namunamizni ko'rsataman sizlarga. Xo'p, 85, halinde aytib o'tib ketganimdek Termo 85 105 ko'rishingiz mumkin. Почти 12 sm atrofida chiqadi. Qarang, bu qanaqa kattaligini. Buni qarang, bu nisbatan ingichkaroq, lekin tashqi ko'rinishi mana 85 da juda ham chiroyli chiqqan. Alyuminiy seriyani yaxshi ko'rganlar uchun va bunda laminatsiya qora, odatda qora rang bo'lmaydi. Imzoda hozir laminatsiya qilishgan, chunki biz iqlimga chizilib ketish narsasini oldini olish uchun laminatsiyadan chiqqan mana qora. Ichkari tomondagi esa mana bunaqa rangdan qilsa ham bo'ladi. Bunda kvadrat metri 85 larniki shu $290-300 atrofida chiqadi. Chunki mana o'zi ko'rishingiz ham mumkin. O'zi ajrab turibdi. Bu bir kamerali oyna qo'yilgan, xohlasangiz 2 kamerali oyna qo'ysa ham bo'ladi. Bu endi slishkim katta. Buni o'ta shovqin yuqori bo'lgan joylarga qo'ysak bo'ladi. Videomiz 10-11 minut bo'lib ketyapti. Endi eshitdingiz olaman, aniq ma'lumot olaman deganlar uchun kerakli video. Endi Termoni romlari haqida ma'lumot beraman. Romlarni ko'rishingiz mumkin. Romlar ham narxi o'sha 280, 270, $260 atrofida chiqadi. Endi bu narx kompaniya belgilagan. Kommentariyada yana har xil narx bo'yicha noto'g'ri gumonda bo'lmaysizlar. Narxlar tushadi, oshsa oshadi. Endi bu jahon bozoridagi alyuminiy narxiga bog'liq. Lekin sifatda ishlab chiqarish texnologiyasi zo'r. Mana shu shuncha mahsulot qayerdan ishlab chiqardi desanglar, kanalimdan bitta chiqib, imzo zavodda yozsanglar, mana videoim chiqib keladi, zavodda olgan videoim. Shuni opisiyaga qo'yib qo'yaman linkini. Shuni ko'rsanglar, qanaqa qilib ishlab chiqarishlarini ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi ma'lumotimiz qo'shimcha ichki MDFlar bor. Bu mehmonxona, gostinitsa, bog'cha shularga foydalansalar bo'ladi. Keyingisi surilib ochiladigan BKT 65.
20 sm, 25 sm atrofida ko'ryapsizmi kattaligini? Bu suriladi bu. Buni o'sha balkonga yoki birinchi etaj bog' tomonga chiqishga qilsanglar bo'ladi. Kvadrat metri $350 atrofidan qimmatroq chiqadi. Narigi birli oyna bilan ajratib qo'ymaysizlar. Birli surilib ochiladigan oynalarimiz bor. $120 atrofida chiqadi. Ular sovuq qilsanglar. Mana bu yerda garaj uchun pultli, bu yangilik emas, hozir juda ko'pchilik qo'yyapti. Juda ham zo'r ochilish-yopilishlari. Mana bu yerda distansionni pultlari ham bor. Pult bilan ochib yopsa ham bo'ladi. Kvadrat metri $160 atrofida, $170 atrofida chiqadi imzoda. Buni arzon nimalari ham bor, ko'chada bizda emas. Misol $110-$120 qilib berishadiganlar ham bor, lekin imzonikida qarang, 1 yil to'liq servis hamda Rostavini motorlari, sifati, profili qalinligi ham bog'liq. Buni hozir yopilgandan keyin ko'ramiz. Yopildi. Вообще nima bo'ladi? Moshni. Buni 5 xil rangi bor, mokri qilsangiz ham bo'ladi. Ochib yopilishlari bemalol. Distansionni boshqarsangiz ham bo'ladi. Fasadni JP sistemalar, bunali 5-6 etaj, 10 etaj qilgan joylarda JP sistema qilsangiz ham bo'ladi. Bemalol. Shu bilan bugungi video ma'lumotimiz xudo xolisa yakunlandi. Agar videoda qanaqadir tushunmagan joylar bo'lsa, kommentariyaga sirazi fikr mulohazalarni bildiringlar. Men o'rnida javob berib o'tib ketaman. Telefon qilsanglar ma'lumotini berib o'taman. Bizning manzil Namangan shahri Navoiy ko'chasida, Andijon, Namangan, Farg'ona hamda O'zbekiston barcha hududlarida bizning showroomlarimiz bor. Kelsanglar to'liq ma'lumot berishga hamda chiroyli dizayn fason qilib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.